Assalomu alaykum gruppadagilar. Andijondan Sherzod akadan Invector apparat olib keldik. 3,5 kilovatlik. 3,5 kilovat yozilgan akkumulyator bilan foydalanyapmiz. Quvasoyda, Farg'ona viloyati Quvasoy shahrida biz hozir. Mana shu podolga qo'yilgan Invector apparat domlarda, mana chetashil domlarda Quvasoyda. Hozir shu ichidan ko'rsataman. Mana avtomatimizni ichi aver bilan qo'yganmizda. Shu narsani nimadan kelib, invertordan kelib averga tushadi, tepa tomoni, pastga do'latga tushadi. Hozir o'chuvchilar ishlayapti, do'lat kira turibdi hozir. Do'latni hozir o'chiramiz mana. Endi avtomatik nimaga o'tdi hozir? Invertorga o'tdi, mana o'chib qoldi o'zi, ko'rdingmi? O'chuvchiga o'chgan. Aver hozir ulab berdi. Bu narsani отдельный qilish shart, shu aver через aver qilsam bo'laveradi. Mana do'konturli katyol 231 volt chiqarib beryapti hozir bemalol. Mana do'konturli katyol ishlayapti bemalol. Hozir xonadonlardan olsak bo'ladi, yana xonadonlar ishlayapti. Mana bu svetlar hammasi yongan. Xonadonlar ishlayapti mana. Svetlar ishlaydi hammasi. Svetlar yonadi. Wi-Fi apparatlar, telefonlar, damash telefonlar hammasi ishlayapti. Hozir mana do'konturli katyolni ishlatib ko'ramiz. Mana katyolni yoqib ko'ramiz. Shu nimada hozir? Invertorda hozir shu narsa. Invertor bilan ishlayapti hozir. 3,5 kilovatligini olganmiz akkumulyator bilan birga. İşlayapti bacım. Mana hurmatli akalar. Mana o'chuvchik o'chishga hali ham invertorda ishlayapti. Aver ajratib beradi bu narsani. Do'latniki bilan invertorda ajratib beradi shu narsa. Uni adilni qilish kerak deyishadi-yu, men to'g'ri gap kuchli elektrikni olib kelib aver degan narsa qo'ydirganman. Shundan foydalanyapman. Mana yoqamiz endi. Endi do'latga o'tdi. Cho'chilar mana endi ishladi. Do'latga o'tdi yana. Hamma joy ko'rsataveradi bemalol televizor, Wi-Fi'lar. Hamma joy ishlaveradi bir xildan. Telefonlar. Hozir shu invertor 3,5 kilovatlikda xonadonlik do'konturli katyol, uyda polning nimalari, svetlari, televizorlar hamma joy yoqilgan 3,5 kilovatlikda. Kecha kun svet o'chganda to'g'riga tekshirib ko'rdim. 3 soat, 3,5 soat bemalol ishladi. Endi o'chganini bilmadik to'g'ri gap. 3,5 soatda svet keldi. Sezilmadi to'g'ri gap. Tak nima bilan qo'shalaring zo'r bo'ladi. Aver bilan qo'shalaring, даже sezilmaydi svet o'chib yongani. E'tiborlaringiz uchun rahmat.